Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Odil akani echkilarini yana video syomkasini bugungi videomizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda Odil akani telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Mana shu hozir ushab turgan qo'llardagi echkini bugun sog'ib sizlarda qancha sut berishini sinab ko'ramiz. Aziz obunachilar, har doimgidek bizni kanalga obuna bo'ling. Bu videoni echki ishqibozlariga yuborib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Videomizni boshladik. Hozir mana shu echkini sog'ib ko'rsatamiz. Odil aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Aka, bu echki necha litrgacha sut beradi? Bu echki 5 litrgacha sut bergan. Aha. Hozirgi vaqtda 1 litr, 1 litrdan oshiq suti bor. Hozir endi qancha sutga garantiya? Sog'ish 1 litr sog'ishga. Bir sog'ishga? Yo'q, bir sog'ishga emas, 2 mahali. 2 mahalga. 2 mahali. Hozir qochirish mavsumi bo'lganligi uchun qochib bo'lgan echkilarim barisi qochib bo'lgan. Qochib bo'lgan. Ha. Aziz Avgust obunachilar, oyidan qochishni boshlagan. mana hozir mana shu echkini sog'ib ko'rsatamiz. Mana aziz obunachilar, echkimiz. Odil aka, qani bir sog'ing qani? Bo'ldi. Mana boshladik. Odil aka, bu echki necha yashar? Bu hozir 4-chisiga bo'g'oz. 4-chisiga bo'g'oz, 8 tish bo'ldi. 8 tish. Shunday. Bu echki sotiladi. Narxi nech pul buni? Buni puli 7 million deyapman. Kelishtirib beraman yana. Xo'p. 7 milliondan qancha o'tib berasiz endi xayriga? Xayriga bir yo'l pulini o'tib beraman, sunnati bor-ku. Endi ko'pchilik obunachilar, misol bizni manzil Samarqanddan bo'lsa, qo'shni viloyatdan ham bizni ko'rib turgan obunachilarimiz bor-da, aka. Shunday. Mana echkimiz sog'ilishi, Sut kelishlari zo'r. hozir bu echkimiz ko'payish mavsumiligi uchun qochirilgan-a? Shunday, ichki qochgan bo'g'oz. Qancha vaqtga tug'adi bu? 2 oylik bo'g'oz bu. 2 oylik qornida bolasi bor. Shunday. Bo'g'oz echki, narxi 7 million. Xayriga bir nima o'tib beraman deyishyapti. Endi biz mana hozir qo'ldan kelgancha aziz obunachilarning talablariga binoan mana sog'ib ko'rsatyapmiz. Aziz obunachilar bizdan so'raydiki, echkilar 7 million, sut beradigan echkilar arzonroq narxda ham topsa bo'ladimi, Odil aka? Bor, arzoni ham bor. Kelishtirib ularni ham beriladi. Masalan, kommentariyani biz har bitta kommentariyada yozilgan savollar biz uchun muhimda. Shunday. Kommentariyada shunday savollar berilganki, faqat 7 million, 8 millionli echkilar chiqarasizlar. Bunday bozorgir narxlari arzonrog'i. Misol 3 litr sut bermasa ham, 1 litr sut bersa ham narxi arzonidan bormi degan savollar bor. Odil aka, shunga nima deysiz? Bor, 5 million, 6 millionligi bor, 5 millionligi bor. Aha. 7 millionligi bor. Echkiga qarab, yoshiga qarab, sut berishiga qarab. Mana aziz obunachilar, xohlagan savollaringizni kommentariyada bemalol yozaveringlar. Ko'rib turganlaringizdek, qo'ldan kelgancha ko'rsatib, savol har bitta yozilgan kommentariyaga biz javob berishlikka harakat qilamiz. Endi bu videoni mana shuncha mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Bu videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar, echki ishqibozlariga. Odil aka, bu zoti qanaqa? U Astriski zanin, bu chiste fermaniki, buni plombalari bilan. Qulog'ida plombasi bor ekan. Plombasi bor. Aziz Bu obunachilar, o'zimizga kelgan edi. Urgut Bu, ha? fermaga. fermani echkisi. Qani, sutni ko'rsataylikchi. Echki bilan bo'lib. Bonka hozir necha litrli aka? Bu bonka 1 litrlik ertalab sog'ilgan echki. Ertalab sog'ilgan echki. Biz hozir kechki vaqtda mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Quyosh ham kirgan, kechki sog'ishni ko'rsatyapmiz. Ertalab sog'ilgan echki. Odil aka, sizda takalar ham bor-a? Takalari ham bor. Takalari ham bor. Hozir qochirish mavsumiga obunachilarga qanday tavsiyalar berasiz? Qochirishga bo'lsa, qochirishga ham bor. Sotib olishga bo'lsa, sotib olishga ham takalarim bor. Narxlari nech pul aka? Takalarim 3 milliondan Alpin, Zanin takalarim bor. Alpin, Zanin takalari bor.
kimda agar kerak bo'lsa, arendaga ham olsa bo'ladi. Arendaga olsa ham bo'ladi. Endi sir bo'lmasa, arenda bitta echkiga nechi pul aka? 200 ming so'm qo'chirib berishi. Xo'p, mana. Aziz obunachilar, ko'pchilik so'ragan video bo'lyapti. Sizlar uchun vaqt topib mana kelib, mana shu videomizni qilyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali mana yana sut kelish jarayoni. Mana sut kelishini ko'ringlar. Echkini tashqariga olib chiqqanimizga sheriklari bezovtalanyapti. Mana 1 litrdan ertalab sog'ilgan echki. Bu hozir ko'payish mavsumi, hozirgi mavsumda kamdan kam echkilar sut beradi. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganlaringizdek mana shu echkimiz. Endi telefon qilsalar kelishtirib berasiz endi obunachilarga. Gap yo'q, ha, shunday. Dastavkalari qanday bo'ladi aka? Dastavkalari kelishilgan holda bo'ladi. Masalan, mashinalar bor. Aha. Kelishib jo'natsak bo'ladi. Qayergacha misol Samarqanddan qayergacha chiqara olasiz? O'zbekiston bo'ylab jo'nata olaman. 12 ta viloyat bo'ylab. 12 ta viloyatga 12 ta viloyat bo'ylab ekranda telefon raqamlari yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana shunday. Keyin aka buni boshqacha parodalari ham bor. Alpin zotidan bor. Chexska Alpin, bu avstriyskiy Zanin. Aha. Ular Avstraliyaning Zanin echkilari, Chexiyaning Alpin echkilari ham bor. Bizga savollar kommentariyada yozganki, faqat oq echkini chiqarasizlar. Qulog'i uzun echkilardan ham bormi? Ular ham parodasi qanaqa, zotdorga kiradimi degan savollar bor. Qulog'i uzun echkilar bo'ladi-ku. Qulog'i uzun echkilardan ular aslida go'sht yo'nalishiga ular arab davlatiniki, Pokiston, Arabiston, Hindiston o'sha davlatlardagi bo'lsaga ular go'sht yo'nalishiga ular go'sht yo'nalishiga. Go'sht yo'nalishiga. Bu echkimiz sut yo'nalishda. Bizlarda echkilarimiz Zanin, Avstraliyaning Zanin echkilari, Chexiyaning Alpin echkilari, ular sut yo'nalishiga. Aziz obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. O'ylaymizki, mana kommentariyada yozilgan har bitta kommentariyadagi savollarni mana Odil akaga berdik. O'zimiz mana qisqa bo'lsa ham fikr mulohaza qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.